Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana manzil Andijon viloyati Marhamat tumanida mol bozor syomkalar bo'lyapti akalar mana. Shura aka necha oylik bu? 5,5 oylik bu. Siz chiqib bersiz xijolat to'mi. Necha pulga boryapti? 28. Ozgina kam bor. Necha pul savdo bo'ldi aka? Endi kirib kelibdi hozir mana akalar. Bo'g'oz necha oylik dedingiz? 5,5 oylik bo'g'oz 5 oyga. Mana. Shu bo'g'ozlariga 2,5 qildim bermayapti. 23,5 qilishibdi, bermayapti akalar. Shu bo'g'ozlariga. Mana vattanimda savdosi bo'lyapti, g'olab barodarlar akalar. Sherbeuz aka, ya'ni o'zimizda. Savdosi bo'lyapti. Aka necha pul bo'lyapti bu savdosi? 24 million bo'lyapti. 24 millionga akalar sotilmayapti mana shu bozorlariga. Arqa holatda 24 millionga savdosi bo'lyapti qizigan joylarda akalar. Yana o'ta dahshatlardan mana. Zo'rlarda. Aka necha oylik bu? 7 oy necha pulga bordi? 26 millionga nasib bo'libdi akalar. Shu bozorga mana. Arqa holatlar bach. Mana batda mana savdo bo'layotgan. Necha pul bo'lyapti? 18 ga 200 ga. 18 millionga 200 ga necha oylik bo'g'oz? 4 oylik bo'g'ozida mana akalar. Mollar narxlari ancha ko'tarilib qo'ygan. Mana 18 million 400 mingga savdosi bo'lyapti. Yo'qlar. Necha oylik fil? Ha? 8 oylik. Necha pulga bordi? 21 qilishlarga. 21 million qilishibdi mana. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. 21 million savdosi bo'libdi akalar. Ishqibozlariga xudo xolasa ko'rsatib beraveramiz. Bittadan laykni bosib qo'yinglar. Akalar mana Senitalni kattasida, o'ta semizida. Savdosi bo'layotgan joydan xudo xolasa arqa holatlari ham o'ta katta narsa. Aka necha oylik aka, necha pul bo'lyapti? 51,5 million savdo qilyapman aka. 51,5 million savdo qilyapti mana akalar. Senital 8 oylik aka. Bolasi nima? Necha pulga bordi bu aka? 31,5 qilyapti. 31,5 million qilyapti bolasi xona. Nechinchi? Birinchi bolasi, ikkinchisi? Ikkinchi bolasi ekan akalar. 1,5 million savdosi bo'lyapti. Mana arqa holatda. Yalla. Bolasi novvas, yelindan qaranglar. Va bu necha pulga bordi aka? Necha pulga bordi savdosi? 24,5 deyishyapti. 24,5 million qilishyapti akalar mana baklar o'ta dahshat. Qanchadan beri kelmadi mashinaga? Voy, pastga so'rashga. Baklar 24,5 million savdosi bo'lyapti akalar. Yana bolasi. Bolasi novvos ekan. O'ta dahshat. Mana bo'g'ozli qisirmi? 2 oylik gumoni bor ekan akalar mana. Puli necha pul? 6 ta suti bor ekan. Necha pul savdo bo'ldi? 13,5 million qilishyapti mana. 6 ta suti bor akalar. Ishqibozlar bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qoldiraman, telefon qilaverasiz. O'ta yuvoshmi? Yuvoshilarga garantiya deyman mana. Akalar 13,5 millionga bermayapti. Telefon qilaverasizlar. Nomeringizni ayting, do'stim. 90'lik 774 42 70 42 70 aka mana. Ishqibozlar aloqaga chiqib olasiz. Mol zo'r ekan lekin, suti bor, dahshat mol. Mana. Nima bo'g'oz qilsin? 2 oylik bo'g'oz. 7 litr suti bor ekan mana. 2 oylik naq qornida bor ekan. Uchinchisi qornida ekan. Necha pul savdosi bo'ldi? 16,5 million qilishibdi, bermabdi akalar. Shivet so'raganlar mana. Apparatlari ham to'rt joy. Telefon nomerini aytmasmi hoji bobo? Ayting. Telefon bormi, nomer qo'yib beraylikmi? Ayting. 50lik. 711 711
59 59 99. 99 akalar shu nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar ish qilib mana savdosini qilib olasizlar kamini qilib beradi yosh xonachilarga kirdi akalar xonachi hoji bobo necha pulga bordi xonachi Assalomu alaykum. sizimisiz 14 million 200. 14 million 200 ming bo'pti mana xonachi stuvlarda qimmat ekan xonachi jigarlar ko'rib ko'radi hoji bobo necha pulga bordi 14,5 millionga bordi mana bermaysiz 14,5 million mana akalar xonachilar ishqibozlariga